Qumul şəhəri. Beşindən əcəb köp faciələr və afətlər ötdə, Xitay ofislərinin bəg qızıq igi buluş yaman niyetini köpükə aylandırdı. Ölümələr qozğaldı, isyan partladı. Həmmə adamın ağzıda qumul idi. Qumul, çidam qayrət, tik duruşunun simvolu aylanğan. Qumul demək qurur və şərəf demək. Qumul demək iftixar demək idi. Qumulluqlar bu isil şəhərinin pərzəndi bolğunudun fəxirlənişkən idi. Xuddi əcdadlarga oxşaş, şəhərlərimi muşundaq bir məzgil şanı şövkütüb ürkəsə, yeni bəzidə Allah'ın kainatdakı ən qədirsiz nərsisiga aylanıb qalatdı. Qumulluqni qozğulandan keyinki təntənəlik günləri uzaqqa barmadı. Qanlıq intiqam quchurdi. Bəq əsri bolsa, oq yağmurlarının və qəzəbinin asaslı nişanı bulup qaldı. Kichik beka və başqa aile əzaları qasırda idi. Çolpanmı şu yerib turib otatdı. Ular qish tayyorliqlari bitib chiqib ketayli deb turishiga Bovdun ismli Xitay hərbiy əmaldori qasrga besib kirdi. Ammo yenida jiq askar yo'q edi. Bovdun beliga eslon qilishning sepini siqimdig'inicha kirib keldi. Kiribla gullikdagi qip-qizil atirgulni purab turgan latofat qizni ko'rib, turgan yerda qetib qoldi. Cho'lpon Bovdunga ma'nilik tabassum bilan qarab turadi. U tehi ig'iz ochmayla Cho'lpon kulimsirab turib, bizni elish uchun majburlashga bo'lmaydi. Men shijoatli xizmatlarni yaxshi ko'raman, lekin rahimsiz jallodlardan nafratlanaman, dedi. Bovdun uningga hayronlik bilan qarab qoldi. Bu gaplardan nima demoqchidir? Eng avval u kim? Jamolning go'zalligida shak yo'q. Uningga qaragan har kim maftun bo'lib qoladi. Lekin Bovdun hech kimga ishonmaydi. Allohning butun mahluqotlaridan gumon qiladi. Hamma narsaga kuchini ishlatib, qo'pollab, zo'rlik bilan erishishga amroq edi. Askar emasmi? Uning ustiga qalbi uning tarafida. Ammo bu mag'lub musulmonlar Xitoylar bilan to'ylashni rad qildi va shuning uchun qo'zg'olon ko'tardi. Cho'lpon, agar meni majburlab olsang, aqlli saodatni tetiy olmaysan, dedi. Bovdun uningga yaqinlashdi. To'g'rilab turgan Qur'onni tushirgan holda, Gapingizdan qaraganda birdan o'ltirib may ichishga yo'q demaydigandek qilasiz, dedi. Eski, nima deb yoqdigidekman, lekin odamlardan xijil bo'lyapman, Dedi Cho'lpon nozlanib, yuzi qizargan holda. Ularni sirtda saqlashga buyurayman. Cho'lpon chiroyini turishtirib, voy xudoyim, shunchalar odam qarab tursa, hatto haq saqlayotganligini bilsa, ikki oshiq qandoqmi qo'shar bo'larsin? Yo'q, kessin, yiroq kessin. Qasrda men ilib ketmasam bo'lmaydigan odamlar bor. Mana men qasrning xonimi oldingda paxlandek bo'yin egib turibdiman mana. Bovdun askarlarni darhol gazarmaga qaytib ketishga buyurdi. Ularni ketkizib Cho'lponga qarab, Endi bo'lganda, go'zalligingiz aqlimni lol qildi, dedi. To'xta, sabr qilib tur. Azroq upa anglik surib, atir chechib, may yelib chiqay. Cho'lpon aldirab ichkari kirdi. Og'chayim, Baqqizi, qarindoshlari va boshqa xizmatchilar sarosim ichida un-tinsiz o'ltirishadi. Qumul shahri tun qorong'usi burkangan. Atrofda vahim hukm suradi. Cho'lpon bek oilasiga qarab qat'iylik bilan, Qaytishning paydi keldi. Xitoylarning qo'liga asir bo'lib tushib qolmaslik uchun darhol ketishdilar. Har qaysilaridan ayrilib, qilib qilishga chidamayman, lekin o'zlari bo'lsa-mu ketib olishdilar. Men u Xitoy amaldarini qo'llab turaman. Har qaysilari orqa eshikdan asta chiqib ketishdilar. Biz tayyor qilib qo'ygan harva orqa eshikning yerini saqlab turibdi. Chiqib tog' tarafga qarab me'asdilar. Qaytish yo'llarini qamal qilib olishgan bo'lishi mumkin. Ular bilan to'qinishib qilishdan saqlanishdilar. Chunki birisi bilan to'qinishib qilishsa, butun dushmanlar yopirilib keladi-da, hayotlari yoki izzatlari xavfga uchraydi. Men har qaysilari uchun o'zimni qurbon qilishga tayyor. Vaqtni o'tkazmay darhol me'asdilar. Xitoy amaldor saqlayotdi. Men uningga may elib chiqay, tez qechishdilar, dedi. Hammaylar unsiz yosh to'kishga boshladi. Vedalashqach öksüp yig'lashdi. Cho'lpon kirpiklaridagi yosh qurimagan bo'lsa-mu, Xitoycha bir sariq naqshini g'ingshig'a chiqib keldi. Bu bir necha misra naqshini bir qari Xitoy xizmatkordan o'rganib olgan edi. May elib kelgan edi. Xitoy amaldoriga bir qadah may sundi. Bovdun qadahga shubi bilan qarab qo'yib, qo'pollik bilan titrayotdi. Cho'lpon uning bu qilqidan biror ishini to'yib qolgan bo'lsa kerak, deb cho'chib ketdi va qo'rqqandan chiroyi titrib ketgan holda, "Nima bo'ldi?" dedi. Zahar silib etgan bo'lsam-chu.
Çolpan teliqib qolğudaq qaqahlab gülüp ketdi. Onunğa mənsitməgən nəzərdə qarab. Men ahıl içib birey. Bu qasr bina bulup, tek birer kişi zəhərlənib ölgen yok. Biz meyli er, meyli ayol bolsun, faqat qilish bilan ilişimiz. Suiqasd bilan emas. Bağdan onunğa yaqinlaşıb qucaqlab aldı. Çolpan onu yenikdən ittirib etdi və Bəkçiq narsadan qo'rqib qoldim. dedi. Bağdan Çolpanның nim deməkçi bolğanlığını anqırıb dərhal Meni apo qilgin. dedi. Bek kechikdim. Haddingdan oshma. Cho'lpon Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Lekin bizning muhabbat rishtimiz bog'langan edi-ku. Shak shubha so'ygin o'ltirdi. Mening ahvolim ehtiyotchan bo'lishga majbur qiladi. Asabiylar nurg'un odamlarimizni o'ltirib etdi. Lekin men seni yaxshi ko'rib qoldim. Çolpan beşini tik tutup keskin aldı. Bugun kechasini ko'rgim yo'q. dedi. Bağdan içide oylab atatdı. Acayip iş. Bu kızның altıran çaşlarını tutup tapınның astıga ilip desivitişke. Nimeni xalisa şunu kıldırışka küçü yetetti. Lekin kalbi onunla boysunmaya atatdı. Onun acayip güzel cemalıga, kılıklarıga, ötkür, oçuqyörük sözlerge ram bulup kalgan idi. Çolpan, men sana kuyup qaldım. Sen bana razılık vermek için ketmeymen. dedi. Onunla keyinli kılıp durgan Çolpan Arqadan xoin o'qitishga bek ustozlar, bilaman. Lekin men hozir aram elish uchun xonamga chiqib ketaman. Güzel Melikem. deb yalvardı. Men Malika emas. Bichora kichik Malika qo'rqinchoq mushukka o'xshash taqqa qechib ketdi. Men amaliyotda bu qasr harmining g'o'jidori. Xolisang meni bu qasrdan xonimi deb bil. Beg va oilasini alqinimda o'ynatatdim. Mening kimligimni endi bilgansan? Ular uzundan uzun paranlaştı. Ta ki Çolpan qasr ahalisinin qeçib taqqa ulaşqanlıqı göz yetkenge kadar. Onun planı əməlgə aşqan bu qasr və ahalisi üçün məsuliyyətini ada qılğan idi. Hem de onun erkinlik çıxıdğa vaxtı gəlgən idi. Çolpanның ətrafıda yüz bergen tragediyalar uruş jaryanında izzət, qadr-qimmatning dəbsəndə buluşu, hakim məhkəməsinin yıqılıb yana qayta tiklenişi, hakimlərinin almışışı, zəfər və məğlubiyyətlərinin vəfasızlığı, təşvişlik, piğallıq, yığızarlıq, bilar keçilər onu bəkli çarçatqan idi. Bek ketdi, qaytıb gelmedi. Mustafa ketdi, qaytıb gelmedi. Öpçörüskü dünya hayvanatlar çepişip kişnişidigan, qarın yerib qan yalaydigan, zeminni bulğaydigan hayvanatlar dünyası aylandı. Bütün bulardan qutuluşni, yenikleşni arzu qılatdı. Keyni qarapmı qoymasdan Melikinin ucursuğa. Bu həşəmətlik, mamuq və tavardırdılar bilan bizilgen köz qamaştırğıcı ucuruq kirib ketdi. Yasıdaq karvatqa özünü taşlap yatdı və ümitsizlik içide uqtartdı. Tam da qızıl, seriq şolular oynab turatdı. Özünü giganət çağlaydıgan bağdan işik aldıda bir lalmı itdek küçükünüp turatdı. Çolpan onun uruş meydanlarında yürüp unutulup ketken eski qullarını oynaqıtqan idi. Kilsem bolamdı. Ishikni teshidan taqib et. Bağdan ixtiyarsız buyruqni baja keltirdi. Birdemden keyin özünün işik aldıda yalqız turğanlığını görüp çöçüp ketdi. Hayasız hissiyatları quturdu. İşikni açıp buqadek üstüle içkeri kirdi. Çolpanның onun bilen kari bolmadı. Kilipli qolunu tutqan idi, yenikden ittirib etdi. Bugun kechasini ko'rgim yo'q. Nega bormanamsa? Bütün qasr sening ilkingda. Bu hujradan boshqa xohlagan bir xonaga kirib yotsang bo'ladi. Sizchu? Çolpan öğür turgan yerinden vaqirdi. Meni vaqtliq havoyi havasdan uchila istaysan. Bağdan nima deyishini bilolmay turib qoldi. Çolpan gapini davom qildi. Bo'ladi. Mening bilan to'y qilgan bo'lsa, amsa Xitoy onun cho'chib qaraganda gapini to'xtatib oldi. Nima qilay? dinimga kirsan. Dinimiz nima? Musulmonlik. Lekin men degan kommunist. Dinlardan nafrat qilaman. Menmu o'z yaratquchisiga ishonmaganlardan nafratlanaman. Sen qo'mondoningning oldidami xuddi namozda turgandek adab bilan, hurmat bilan qo'l qo'shtirib tursan. Lekin nima deb seni yaratgan zotga itoat qarzini ado qilishdan bosh tortsa? Bağdan kelangsiz bedenini yenidagi o'ringa tashlab o'tirib javob berdi. Men yaratquchini bilmayman. Bilishing kerak. Markazdan mening bu mutassib qarashlarga ishonganligimni o'qib qolsa, jinim omon qolmaydi. Maxfiy bo'lishini umid qilsan deyli. Shundoq. Ma'qul. Deganingdek bo'lsin. Maxfiy tut. Amsi keling ha.
Nima? Xutuluğumuzni boshlayli. Murosimlar bor tehi. Deyishing kerak bo'lgan ba'zi kalimalar bor. Tushunishing lozim bo'lgan oddiy qoidalar bor. Bauding siqilishga boshladi va cho'lponning qochiq o'rnatamdikin deb o'ylab qoldi. Shunga talablarini ko'paytib, uning xiyoliga kelib qolgan ishlarni qilishga majburlayotgandek tuyuldi. Nimaga buncha avvar bo'ladi? Qandaqsiga hozirg'icha chididi? Oxiri pichib-pushib. Seni bir qo'yni so'ragandek qarorgohimga so'rab opirib, xalqimni qilishga kuchim yetadi. dedi. Qila olaysan. Dedi cho'lpon mansitmagandek mo'risini qirqib qo'yib va bir oz arsaldiloqdan keyin davom qildi. Kuching yetadi. Lekin u chaqda sen muhabbat sharobini ichkizadigan ayolni topolmaysan. Xuddi shu qo'yga o'xshash bir vaqt mazalik tomoqqa aylanaman. Bir ayolning teni bilan bir qo'yning teni orasida qanchalik farq borligi sen ayon. Bauding sizlanib o'tirib qoldi. Ajoyib ayol ekansan. Men bu shaharda yuzlarcha odamga o'lim jazosi berdim. Ayol demay o'z qo'lim bilan o'ldirdim. Lekin sen hech ish qila olmayapman. Buning o'zim hayron bo'lyapman. Xushonlarlik ish. dedi cho'lpon kulimsirab turib. Nemishqa? Chunki sen yirtqich hayvondan tadrijiy holda insonga o'zgaryapsan. Tilingni yig'. deb vaqirdi. Qotillar va zolimlar inson emas. Sening o'tmishing yo'l to'sar qaroqchilardan farqsiz. Men jasur erkak bo'lishingni umid qilaman. Erkak kelimasining ma'nosini bilamsan? Baudingning nazarida erkak degan soqol burutliq, jang qilib safar quchadigan, xohlagan narsaga ega bo'la oladigan, boshqalarni o'ldirib, urib so'qib, g'animatlarga ega bo'ladigan, boshliqlari va raislari tug'ilgan sho'rga tug'iladigan, qaysidan qaysi irqqa tava bo'lishidan qat'iy nazar ayollar bilan ko'ngil xo'sh qiladigan bir maxluq. Bu ayolning bular bilan nima ishkini? Albatta, dedi cho'lpon uningga bir qadah maysunib yaqinlashgach. erkak bilan hayvonning orasida farq bor. Kishilarning hammasi mening kimligimni biladi. U odamlarning bir qismi sendan qattiq qo'rqadi. Yana bir qismi sening qo'l ostidagi askarlar. Shunga sen ulardan faqat ko'nglini xush qilgan gaplarni anglab tursan. Bauding cho'lponning mo'rilarini qattiq siqib turib, Meni nima qil deysan? Visolimizning prinsiplariga uyg'un bo'lishini umid qilaman. Lekin kuchliklar ojizlarni yengib olgandan keyin belgilab qo'ygan xato prinsiplar bo'yicha emas. Seni yaxshi ko'raman, cho'lpon. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi deb shahodat keltirishing lozim. Bo'lmasa to'ylasha olmaymiz. Seni yaxshi ko'rganim uchun nima qilsang shuni qilaman. Kalima shahodatni ayt. Bauding kalim shahodatni aytdi. Cho'lpon Askarlaringni odam o'ldirishdan to'sishing lozim. deb qo'shib qo'ydi. Ma'qul. Deganingdek bo'lsin. Bilaman, qo'rsqinglar ochdi, herib ketdinglar. Amonliqinglarni va ayollarni arzulaysizlar. Agar bularga erishishni xohlasanglar, adolat bilan hukm qilishinglar kerak. G'alabanglar talon-taroj va vahshiylikning bahonasi bo'la olmaydi. Qattiqqo'llik va vahshiylik o'chmanlikka yo'l ochadi. Saodatning puruqini puriy olmaysizlar. So'zlaringni yoqtirib qoldim. dedi Bauding. Әмісі, маны әмді hürmetki ərzügidek biri buldum. Sarayga yaqin yerdə Molla Abdurrazaq isimlik bir ölüma var. Berib onu bu yerga başlap gel. Onun huzurida shahadat etqin. Hikoyamizni o'qib qo'ysin. Bauding o'ng'aysizlik his qilib, nima qilarini bilolmagandek bu yoqqa qarashga boshladi. Buni ko'rgan cho'lpon o'rnidan chachrab turib, qora choyshapni elib kuchsiz artdi va Sal saqlab tur. Hozir uni boshlab kelman. Qochib bendigichi bo'lma. dedi Bauding uyqusidan uyg'ongandek cho'chib. Agar shunday qiladigan bo'lsam, butun shaharni qon ko'liga aylantirib o'taman. Cho'lpon uningga ranjigandek qarab qo'ydi. Og'zini yumib, jim o'tir.